Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog'misiz, omonmisiz? Xudo xohlasa sizlar bugun Texnoputindan haqiqiy skitcha narxini ko'rsatamiz. Haqiqiy narxini aytib chiqamiz birma-bir, model aytamiz. Ochiqchasini narx aytiladi. Bundan tashqari shu skitcha tushgan narxini 3 oy halol nasiya sodada, ya'ni halol nasiya to'lab berasizlar. 3 oy. 5%. 5% bo'ladi. Foizi bo'lmaydi, ko'pchilik hozir foiz ko'taribdi-ku. Shu biz skitcha narxini tushiramiz, yana 3 oy shuni muddat to'lab turaveradilar. 5%. Endi qarang, yurtdoshlar bir narsa aytib o'taman. Bizdan mayish texnikalarimizni og'alarimizdan keyin lib o'ynashadi. 1 milliondan bo'ladimi, 1 million 200 lik bo'ladimi yoki 2 million o'qlash bo'ladimi, 1 milliondan baland bo'ldimi, bir dona kupon tashlab bilasizlar, yurtdoshlar. Agar siz kirma jasangiz 2 kupon tashlaysiz. Xolodilnik jasangiz ham 2 kupon tashlaysiz. Agar ko'proq mahsulot tashlasangiz, yana ko'proq kupon tashlab bilasizlar, yurtdoshlar. Bu yerda kuponimizni aytib o'tishimiz, evvel safarimizdan chiqarmaydik, sizning kanalingizdan, boshqa kanallardan chiqarmaydik. Yurtdoshlar 51 dona sovg'a qo'yilgan bosh sovrin Cobalt avtomobili. Xudo xolasa 25-dekabr kuni inshaalloh o'ynaladi. Zo'r. Xulasa yaxshi niyat qo'yinglar, kommentariyada omad degan so'zni qo'yinglar, xulasa sizlardan aytmasizlar. Bir like bosib qo'yisham yoddan chiqmasin. Yurtdoshlar, hozir endi sezon nima boshlandi, kir mashinada boshlandi, televizorda boshlandi, to'g'rimi? Hozir bizga katta bir skitcha berganimizni men asl aytib berjakman. Shu katta skatimiz bor, katta skatimizni bo'shatish uchun hozir shunday bir vaziyat bo'lib turibdi. Katta skatni bo'shatamiz, bo'shatish uchun skitcha berdik. Lekin skitcha bergan bilan ko'pchilikda yog'day yo'q, birdan olsa. Shuni inobatga olib 3 oyga shuni 5% siz aytib to'lab beribmiz og'a. Endi hozir yurtdoshlarimiz turib shuni bir ko'rsatib bering. Bandagina platformaga chiqarib turibdi odamlarimizni. Bolalarimiz hozir ishlab shuni nodiydi pasporti, faqatgina pasport bo'lsa bo'ldi. Siz kelasiz, ham skitcha narxtalasiz, yana shuni 3 oyga 5% siz olasiz, faqatgina sizdan bir dona pasport so'raladi. Mana shu pasportni ofant etish uchun, platformaga chiqarish uchun. Asad narxlar bilan bir donishib o'tamizmi? Saytxona qarang, bu yerda arzondan, yaxshisidan hammasini ko'rsatib o'tamiz, hamma brend bilan tanishtirib o'taman. 8 kilolog, 6 kilolog, 7 kilolog, 6 kiloglarimiz avtomatik kirmachilarimiz yurtdoshlar. Inoshlar 3,5-4 million so'm sotib turadi. Men sizlarga shunday zo'r narx aytib beraman, 2 million 700 ming so'mga tushirdik. Endi qarang. 6 kilolog, 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'mni 3 bo'lganlaringizda 900 ming so'mdan to'laysiz. 3 oy 900 ming so'mdan. Endi qarang saytxona, shu kirmashinni hamma yerni borib, ko'rib, solishtirishlar mumkin. Poni javob beramiz. Narximiz bo'yicha liboyga javob beramiz. Narxni skitga tushirib 5%, 1 so'm olinmaydi. 3 oy bo'lganda 900 ming so'm ochadi. Shu to'g'rimi? 2700 3 bo'lganda 900 ming so'm ochadi. Ya'ni 0.03 0% haqiqiy skitga ham 3 oy 5%. Xo'p, Seventage kompaniyamizniki 6 kilolog 10 yil garantiyalisi. Endi yurtdoshlar qaranglar. Zo'r bo'ladi skitchadan 5 million sotib turgan ekan shu chirmashlar. 2 million 750 ming so'm tushirdik. 2 million 750 ming so'mni 3 oy bo'lganlaringizda 917 ming so'mga to'laysiz. Buni oldindan to'lovi boshqasi bo'lmaydi yurtdoshlar. Inoshi yozib qo'ygan bahamizni 3 bo'lasiz, o'zingiz kalkulyatorda 3 bo'lasiz, ya'ni yana 917 ming so'mga to'laysiz. 3 oyga. Ham skitcha narxini Allohga, ham shuni 3 oyga 5% to'laylar. Nechik bo'pti og'a? Zo'r. Zo'rmi? Imkoniyatimiz nechik? Chotki. Endi bar turib kredit duchalariga kirib yoki halol nasiyat beribmiz deganlar bilan ba'zi narxni ko'tarib qo'ydilar platformasida bizda unda emas. Bizning maqsadimiz skatni bo'shatish. Bo'ldi. Hozir bizga katta boshqa ob'yomda tovar bo'ljakmiz. Shuning uchun bizga skatimizda lishniy xolodilnik bilan kirmashlarimiz to'lg'apti. Shuni chiqarib berish uchun yurtdoshlarimiz o'ylan holatda biz skit ketgan bilan odamlar kissasida pul bo'lmasa foydasi yo'q. Shuning uchun 3 oyga bizdan bir yordam bo'lsa, endi puli bordan olib bilaveradi. Puli yo'qlar masalan, paxta terib yurganlar bor yoki kino berganlar bor, boshqa ish etik berganlar bor pulni. Shulardan inobat olib 3 oyga 5% berib masalan. Zo'r. Endi qarang, 8 kilolog Vesel kompaniyaniki invertor motor 4 million 300 ming so'm skitcha tushdi. Endi shuni 3 ga bo'lganingizda 1 million 430 ming so'm ochadi. Yaningizda. O'zini bahosi. Artel kompaniyaniki Beldes invertor motorlisi eng konkretnisi qarang. Endi o'shajimiz 5,5-6 million sotib turgan ekanlar, 3 million 700 ga tushirdik. 3 million 700 0.03%, ya'ni 0% 1 million 234 ming so'mdan to'laydilar. 3 million 700 3 ga bo'lganingizda 1 million 234. Yurtdoshlar 5% obunachisilar. 5%. Aniq bo'lib turgan bo'lsa, like-larni bosishni yoddan chiqarmanglar. Loreto kompaniyaniki italyanskiy brendini 3 million 200 ga tushibdi. 3 million 200 3 ga bo'lganingizda 1 million 67 ming so'mga to'laysiz. 3 oyga 5% siz. Mashinalardan 5% berib boshlanlar, endi beta o'ynab, Texnoputinda biza bosib berdik. Haqiqiy 5% ni biza bosib berdik. Endi qarang, o'zi buni qaraganda, to'g'risini aytaman, bizlarga zarar o'tiribdi. Zarar deganda nima bo'lsa, masalan, hozir puli, uni 3 oyga bo'lib beribmiz, tem bo'li. Maqsadimiz skatni bo'shatish ham mumkin. Ya'ni keyin ham aytdim sizga, og'a maqsad skatni bo'shatish, boshqa tovar berishimiz, shuning uchun skat bo'shatish uchun kurumni skitcha bergan bilan boshqa ketgan bilan foydasi yo'q. Shuni 3 oyga biza bo'lib beribmiz. Endi bir narsasini ham e'tibor berasiz, ko'pchilikdan ham middan qarzi bo'ladi yoki davlat bir narsa ishlarni qarzi bo'ladi, to'g'rimi? Bunday chiqmasa, bizlarning xafagarchilik bo'lmasa, yana bo'ladi, bir ikkisi bo'ladi. Middan qarzi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, ko'plar to'g'ri tushunadi, ko'plar noto'g'ri tushunadi. Biz o'zlarimizdan beramiz, lekin agar davlatdan qarz bo'lsangiz, bizlar ishonib bilamiz. Shuni e'tibor berasiz. Agar sizlar chiqmasa, ota-onasidan chiqishi mumkin yoki bolasidan chiqishi mumkin, qarindoshidan chiqishi mumkin. Bu bez problem.
Avalon kompanyaniki 4200'e düşürdük skitçeye. 3 ay bölgelerde 1 milyon 400 milyon açarı. 3 aya. Inmer kompanyaniki 3 milyon 550 milyon düşürdük. 3 milyon 550. 8 kiloluk yurttaşlar 7 kilo 6 kilo emas. 8 kiloluk 3 milyon 550 düşürdük. 3 ay bölgelerde 1 milyon 184 milyon düşürdük. Töleýse yani düşüremez. 1 milyon 184 milyon töleýse. Bak yana qaysi aytamiz? Seventage yana bir kompaniyamiz yani. Seventage 7 kiloluk Tech kompanyaniki 7 kiloluk. Inverter motorlu yurttaşı 10 yıl garantiyası var. 2 milyon 880 milyon 7 kiloluk basamız. 2 milyon 880'ni 3 aya bölseniz 960 milyon. Aha hem skitchet bertimiz yani haqiqiy skitchet hem şunu 3 ay bölüp beramiz. 5%siz. Endi qarang. Yana qaysini görsam Samsung kompanyaniki ko'p aytadiku brendlarni görsang hamma brendimizdan bor. Yurtdoshlar Toshiba bor, Samsung bor, Premier bor, Besson bor, hamma brendimizdan bor. Samsung kompanyaniki 4 milyon so'm tushtirdi 6 kiloluk 4 milyon so'm. 4 milyon. Samsung. Endi qarang. 4 milyon so'mni 3 aya 5%siz 1 milyon 334 milyon so'm to'laydi. 5% ha? 5%. Samsung kana. Bizlar neyna? Mesh texnikani hammasi yana shu ko'rib turib olasiz. Kir mashin bo'lsin, xolodilnik bo'lsin, televizor bo'lsin, gaz plita bo'lsin, konditsioner bo'lsin, hammasini skitchani zo'rni qo'yamiz. Shuning uchun o'tirmang ko'ringlar, diqqat bilan ko'ringlar. Zo'r bir video bo'ladi. Bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, saat cho'zishi mumkin. Nechun men birma-bir aytib qo'yaman. Foydalanish uchun. 7 kiloluk Zifler kompanyaniki inverter plus parodiyalar ham bor. Yurtdoshlar narxini eshitdinglar, 7 kiloluk avtomat 2 milyon 750 ming so'mga tushirdik skitga. 2 milyon 750 ming so'mni 3 ay bölgeleringizda 917 ming so'mga to'laysiz. Aynen. Aga bu degani borku, semizcha pul bo'lib ketdi уже. Aha. Qaysini ko'rsamiz? Media kompanyaniki 7 kiloluk 3 milyon 400 tushirdik. Endi shu versiyada 5,5 milyon so'm, 4,5 milyon so'm aytib, padarika qo'shib boshqa turibdi, to'g'rimi? Bizlar narxni sindiramiz. Narxni sindirgandan keyin shu yurtdoshlarimizga zo'r bir unumli foydalanishi 3 oyga 5%siz bo'lib beramiz. 3 milyon 400 tushirdik. 3 milyon 400 ni 3'e bölgeleyse 1 milyon 134 milyon. Şimdi qarang. 8 kiloluk Seventage, 8 kiloluk. 3 milyon 200 ming so'm. Aha bu nevesi bakı 6 milyon, 5,5 milyon so'm, 5 milyon sap turgan ekanlar. Eshitdik, gördük. Yine sizden 50. Eselbay kanalından koymadık bir kanalımıza. Bunda görüp yiyen adamlar hakikaten endi özüm maqtasham emas, birini yomonlasham emas. Doğrusan özüm aytib beraman. Hakikaten narxi zo'r ekan uka. Yoqdim oladi. Agar ishonmasangiz Instagram sahifalarimizga kelsangiz Texnoputinlar shunday gündalik istora qo'yib qoladi. Odamlar o'tirganlar. Yurtdoshlar 8 kilo avtomat 3 milyon 200 tushdi. 3 milyon 200 3'e bölgelerinizde 1 milyon 67 ming so'mdan. Nishkaga. Çok kızgını görseyim mi? Zifler kompanyanın 10 kiloluk inverter motorlusu 3 milyon 650 ming so'm tushirdik. 10 kiloluk ne dedi sen kana? 3 milyon 650 ming so'm 3'e bölerlendi. 1 milyon 217 ming so'mdan. Ağırlıkı var mı? Ağırlıkı var mı? Haier kompanyaniki. Haier. En güçlü brend yana. Japonski brend. 4 milyon 300 ming so'm tushirdik. 4 milyon 300'ünü 3'e bölgelerinizde 1 milyon 434 ming so'mdan to'laysiz. 3 aya. Yine narximizni hamma do'kon bilan borib, ko'rib, solishtirang. Bemalol. Narxini ham javob beramiz, sifatini ham javob beramiz, brendini ham javob beramiz. Zifler kompaniya 6 kiloluk 2 milyon 600 ming so'm tushibdi. 2 milyon 600 ming so'mni 3'e bölgelerinizde 867 ming so'mga to'laysiz. Ajoyib. Aha, Liboy bo'lib berayotgan do'kon yana biz hozir deydi-ku, foizsiz berib turibmiz degan do'konlar bilan solishib ko'rsinlar, shunda dum unumli foydalaninglar. Endi qarang, yana qaysini ko'rsamiz? Besson kompaniya 7 kiloluk. Besson. 7 kiloluk, 8 kiloluk va 10 kiloluk. Hamma kilosidan bor. 2 milyon 700 ming so'm. 7 kiloluk avtomat. 2 milyon 700'ü 3'e bölgelerinizde 900 ming so'mga to'laydi. Ajoyib. Endi qaranglar yurtdoshlar, bizdan kelib, Mesh texnikani xarid olganlaringizdan keyin sizga inoshni 5%siz olganlaringizdan keyin lekin bir vajib bor. No deb aytilmaydi u. Eldindan 2,5% beriladi. Nima uchun deb savol bersangiz, ina masalan aytibman. Qarang, Saidxon. Bu yerda masalan 2 milyon 700 ming so'm bo'lsa, inosh kirmashin. Mana 2,5% deganda 2,5, yana bersangiz 2,5. 2,5% 67 ming so'm bo'ladi ekan, mana. Endi 67 ming so'mni berishning sababi bor. Nechun biz ham buni narxini yana skitga tushirganmiz. Skitga narxini 3 oyga bo'lib beribmiz 5%siz. Shuncha ham aytibman-ku, modeli bilan, narxi bilan, brendi bilan aytibman. Ham meni sochib ko'rishlar uchun javob. Galallar olinglar, unumli foydalaninglar. Endi hamma maqsadimizni 2,5% qilib qo'yamiz. 2,5% ya'ni siz shuni 2 milyon 700 ming so'm oldingizmi, 2,5%ni to'laylar elindan. Bu 2,5% ya'ni bizning ballarimizni chiqardi tushurdisi, mehnat uchun qo'yilgan foydasi. Mana bize foydamızdan geç durup minusat tashlab, o'zlarimiz olgan bahodan qo'yib narxini shuni 3 oy bo'lib beribmiz. Maqsad sifatni bo'shatish. Bir maqsadimiz bor shu. Rolls kompaniyaning 6 kiloluk, mana aytib o'tmasam bo'lmaydi. 6 kiloluk 2 milyon 560 ming so'mdan. 6 kiloluk avtomat 2 milyon 560 ming so'm olsa, 3 oyga 5% to'laysa 854 ming so'mga to'laysa yurtdoshlar. Mesela 2 milyon 560 ming so'mni bölamiz 3'e. 854 ming so'm, yani 3 so'm aytganda 854 ming so'm. Gördingizmi? 3'e bölüp turibman. Endi şu 2 milyon 560 ming so'mni 2,5%, yani semizcha pul olamiz.
64 ming so'm bizani bir balla chiqarib tushirdi. Mehnat uchun qo'yilgan pul. Tushunadi. Ajoyib. Zo'r. Endi bu yerda xolodilniklarimizga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar, xolodilniklarimizni assortimentini bomba etib qo'yamiz, xudo xolasa. Narxlar bilan bir dona so'rab o'tamizmi? Dansdan. Haysimiz kompaniyamizniki, bizda bir narsa aytib o'taman. Bizda narx aytgandan keyin lavzimizda turamiz, ya'ni berib bilamiz. Ko'rib baho aytib kelgandan keyin sifatda qamabdi ekan, boshqa bo'lmabdi ekan degan gap bo'lmaydi. Nima uchun? Maqsad sifatni bo'shatishlardan-ku, 10dan 15dan 20 dan dikilyapti. 10dan 15dan 20 dan hammasini sotib berish kerak, ya'ni yo'qotish kerak. Hozir sezon emas, shuncha tutibmiz bu yerni. Sizlarga zo'r bir narx qo'yib beraman. Haysimiz kompaniyaniki modeli bilan solishtirib ko'rasizlar. 39 dan modeli. Endi qarang, sayt qarang. Bu üflab baradon, воздушный, холодильник bo'ladi, no frost bo'ladi, defrost bo'lmaydi, ya'ni buzilgan emas. Teg morozkali usti холодильникli 207 litr холодильник, 93 litr morozilnik bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, 4 million 950 ming so'm skidga tushirdik. Shu vazi 7 million 8 million padarkasini sotib turgan ekanlar. Men sizlarga 4 million 950 ming so'm aytib beraman. 4 million 950 ni 3 oyga bo'lganda 1 million 650 ming so'm o'tadi. 5% bo'lmi? Ag'a 5%, 1 so'm to'lamaydi. Immer kompaniyaniki, turetskiy kompaniya bo'ladi. Воздушный охлаждение, üflab baradoni. Hozirgi eng zamonaviy xolodilniklarimiz. Ichi metal kullingi bo'ladi. Usti xolodilnik, pasti morozilnikali. 3 qati bo'ladi, ko'rdingizmi? Endi narxini ko'ring, narxini qarang. Bu vajimiz 226 litr xolodilnik, 100 litr morozilnikchi bo'ladi. 4 million 900 ming so'm ochdik. Воздушный, tablosi bor sensor. 4 million 900 ni 3 ga bo'lganda 1 million 634 ming so'm to'laydi. Ajoyib, zo'r. Nechcha? Mana Haqiqiy skidga ya'ni modeli bilan, narxi bilan, litri bilan biz ham aytib turibmiz, brendi bilan. Ko'rib og'zga kaytib turganimiz yo'q, shuning uchun yaxshilab ko'ringlar, o'tirib ko'ringlar, nima deydi uni. Sizlar zo'r bir video bo'ladi xolos. Hali bunday bitoy texnikada hali bunday tushuntirib chiqmoqlar, narxini aytib chiqmoqlar. Javob. Bryusa kompaniyamizniki 4 million 800 ga tushirdik skidga narxi. Avvalgi narxi vajimiz 7 million so'm, 6 million 500 sotib turdik narxi o'zini. Hozir 4 million 800 ga tushirdik. Endi buni bo'yina qarang. Bu 90 cm, 60 cm. 4 million 800 3 ga bo'lganida 1 million 600 ming so'm to'laysiz. Zo'r. Bryusani воздушныйsi, tablo sensorlisi 5 million 500 ga tushirdik. Shu vaziyatni 7 million sotib turgan ekanlar. Padarkasini. Biz ham buni 5 million 500 ga tushirib, yana 3 oyga bo'lib berganda 1 million 834 ming so'm to'laydilar. Zo'r. Bryusa zo'r. Seventage kompaniyamizniki. Narxni eshiting, ag'a, 6,5-7 dan sotib turgan ekanlar. Buni ham tushirdik. 4 million 700 ming so'mdan. Bu defrost emas, üflab baradon. Воздушный. Eniga 60, bo'yina 185. Eng zo'ri, eng ko'kri. Qarang, 4 million 700 ni 3 ga bo'lganingizda 1 million 567 ming so'm to'laydilar. Nima deysiz, ag'a? Zifler kompaniyasi ham shunday. Garing beri. Haysanasining yana bir zo'r turi. 3 million 600 ga tushirdik. 3 million 600 ha? Temonasi keli, usti xolonikli bormi ekan, qarang. 3 million 600 ga maqta sotib turganini ko'rdik. Lekin 3 million 600 ming so'm 3 oyga 5% berganini ko'rmadilar hech kim. Biz aytib beramiz buni. 1 million 200 ming so'mdan to'laydilar. Masalan, 4 million oylik topa olgan yurtdoshlarimizga zo'r imkoniyatda. Ha, вообще zo'r imkoniyat. 1 million so'mdan ya 1,5 million so'mdan oyna to'laydi, keyin qolgan pulni boshqa narsani olishimiz mumkin. Katta vaz oladi. Конечно. Ag'a qarang, bizdan hozir bir yanda bor-ku, xolodilnik ham turibdilar, televizor ham turibdilar. Qancha, короче, uyi toza bo'lsa hamma dollar turibdi. Nima uchun? Общий hammasi olgandan ham 4 million so'm shuni chiqib turibdi, oylik to'lov. Bu degani zo'r degani. Zo'r imkoniyat bo'lib turibdi, hurmatli yurtdoshlar. Seventage kompaniyamizniki yana bir turimiz. Bu 80 cm, eniga 58 cm bo'ladi. 3 million 800 ga tushirdik. 3 million 800 ni 3 ga bo'lganingizda 1 million 267 ming so'm. Endi yurtdoshlar bilasan, tushuninglar, qaranglar. Bu vaziyatni naqd skidga narxini tushirdik. Endi ko'plar puli bor. Puli yo'qlar ham bor. Agarda masalan endi bo'ladi-ku shuni voqea bo'lib qolishi mumkin. Agar asrak bo'lib bergan dasturimiz chiqmay qolishi mumkin. Masalan, chiqmay qolsa ham miktar qarz bo'lsa, boshqa bo'lsa, hech bir xabargarchilik yo'q. Nechun biz ham buni skidga narxi tushiramiz, ya'ni manichi narxi. Endi bizga kimlar 3 oy bo'lib bergan ko'ramiz. Yog'da yetmaydi. Yog'da esa pasroqlar, masalan, endi bular tushungan holatda ular ham odam-ku, ular ham osh kerak, ular ham niyat yurtdi, shu olamanlar, shulara 3 oy 5% esa berib turibmiz. Zo'r. Masalan, yog'da yetadigan bo'lsa, endi nima deydi, bayatala ko'pku, masalan, bayatala. Yo'q, hozir zo'r imkoniyat, hurmatli yurtdoshlar, bunday imkoniyat kamdan kam bayatala uchun ham skidga narxini tushirib qo'yamiz. Skidga narxini tushirib qo'yamiz. Yana bir narsa aytib o'taman. Bizda aynan shu Liboy maqsad og'alarimizdan keyin skidga narxini oldingiz 3 oy 5% berdik. Bundan tashqari kupon yozib beriladi, Cobalt bileti, naqd bir emas 2 dona bo'ladi. Liboy versiyasida 2 dona beramiz. Bundan tashqari galing buyum bilan kelsalar borku, onlayn. Nima deydi, aka-ukalarimiz. Galing buyum bilan kelsalar, xodimchi bilan kelsalar, ana ularga podarkan beramiz. Sağ ol. Zo'r imkoniyat beragan kelsangiz kattasidan. Yurtdoshlar endi qarang, ina beradigan Brando kompaniyamizki kattasidan bukasidan eng nomeradillari qarang. Eniga 80 cm, bo'yini 195 cm, воздушный охлаждение bo'ladi. Короче 650 litr. Endi qarang. 7 million 900 ga tushirdik skidchani.
10 milyon, 11 milyon satıp duran xolodilnikni 7 milyon 900'e tushirdik. Endi shu 7 milyon 900 ni naqd skidga tushib turibdi. 7 milyon 900'i 3'e bölgelerinizde 2 milyon 634 milyon ötürüyse. Belani xolodilnik en kattasi. Beston kompanyaniki 50 shishalisi eniga 78 mi 80 cm bo'ladi. Inverter kompressor, 190 cm balandligi, воздушный охлаждение bo'ladi, tablo, sensor bo'ladi. Endi qarang. Inoshi o'zimizda hamma yerda sotib ko'raverasiz. 10 milyon so'm, 9 milyon so'm sotib turgan ekanlar. Men sizlarga mana 7 milyon 400 ga tushirdik. 7 milyon 400 milyon Beston. 7 milyon 400'e tushirib, shu 7 milyon 400 ni qani kim aytib biladi ekan. 7 milyon 400'ü 3 oyga bo'lib berdik. Bu degani 2 milyon 467 ming so'm pul issa. Zo'r. Endi qarang, buni eldindan palon ming so'm, 1 milyon 2 milyon to'loving bor deb aldashamiz. Shu narxni 3 oyga bo'lib berishsa yurtdoshlar. Shuni ham inobatga Kalkulyatorda hisoblab ham ko'ringlar. o'zlari olib ketadilar. Maliyda gapni qisqa aytganda, gap to'lib ham o'zlari tanlab ham o'zlari olib ketsalar ham bo'ladi. Bolalar platformani chiqarib beradilar. Biza juda bir shaytamiz. Nima uchun? Biza boshqadan katta farqimiz hammasi narxi yozilgan. Keyin bir narsa so'ramoqman. Dastavkasi shuning ichida bo'ladi. Aha qarang, dastavkamiz, ustanovkamiz, aha bu non choy ichidan degani hammasi ichida aha. Iso. Bu vez bo'yicha problema etmang. Nerada bo'ladi dastavka? Dastavkamiz Xorazm bo'ylab 4 yil tomonlama aytib beramiz. Faqatgina Nukusda sal qiyinroq yurtdoshlar. Mana shunday o'zim mana skidga narxi qo'yib, yana 3 oy 5% yasab turibmiz. Iloji bo'lsa, agar Nukusdan chiqadigan bo'lsa, Nukusdan ko'p odam keladi. Xo'jalikdan, keyin uzoqroq joylardan ko'proq keladilar. Shu uzoqroqdan keladiganlar uchun iloji boricha chatekni mashinaga kelsalar yuklab beramiz. Agar dim yo'q bo'lsa, Nukusga chiqadi. Bir 2 kun shoshmaydilar. Necha 2-3 kunning ichida ham bir ikki odamniki yenglanib shu bilan ketadi mashinamiz. Zo'r, ajoyib. Yurtdoshlar endi yana bir zona aytaman. Eniga 70 cm, bo'yni 185 cm Hisense kompaniya, Yevropaning brendi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 6 milyon 300 ming so'm tushirdik. Endi qarang. 6 milyon 300 ming so'm yana skidga tushirdik. Shu Beladin xolodilnik, inverter motorlisi 2 milyon 100 ming so'm to'laydi. Ajoyib. Hozir shunday xolodilnik borku, 6 milyon 300 ming so'm ham kichkina xolodilnik oladilar. Eniga 55-60 cm oladilar. Yana podarka qo'shib beradi. Yo'q, biza narxni haqiqatan skidga narxini jillab tushirdik. O'zimizni aqlgan narximizdan tushirdik. Shuni 3 oyga bo'lib beracakmiz. Unumli foydalanishimiz kerak, buni ko'paytirib bilamiz. Havo, yana bir marta aytaman, hurmatli yurtdoshlar, buning imkoniyati kamdan kam bo'ladi. Yana bir zo'ri. Eniga 70 cmlik, bo'yni 185 cmlik Zifler kompaniyamizga 6 milyon 400 ga tushirdik. 6 milyon 400 ming so'mmi? 3 oy 5% to'laydi. Ne dedingiz ağa? Bu degani 2 milyon 133 ming so'mdan to'laydi. Ajoyib. Yurtdoshlar, Kalochina joyga turgan hamma brendimiz, hammasini skidga tushirib, shu skidga narxini 3 oyga 5% bo'lib beribmiz. Mana imkoniyatdan, zo'r imkoniyatdan foydalanib qolsak faqatgina, mana kichkina hozir aytib o'tganlarimizni teng marazikali usti xolodilnikli, ya'ni katta bo'yli 3 milyon 600 ming so'mdan boshlanadi. Ajoyib. Hozir ko'rganingiz. 3 milyon 600 dan boshlanib, ha 10 milyongacha bo'ladimi, 12 milyongacha bo'ladimi, 17 milyongacha bo'ladimi kattasi, nima deydi, brendlar ham kredit berdi. Xaloganlar zalasa, shuni xalosangiz 3 oy, xalosangiz 6 oy, xalosangiz 1 yil deb to'laysiz. Televizorlarni bizdan 5% siz 3 oygacha. Yana bir imkoniyat yaratib beraymi menga? Agar zo'r katta xaloniklarni ola olsak, masalan, 10 milyonlik qilish mumkin. Hozir mana 7 milyonlik, 8 milyonlik ko'rsatdim. Bu yerda 10 milyonlik ham bor, 12 milyonlik ham bor, 17 milyonlik ham bor, 15 milyonlik ham bor. Shuni yana bir zo'r yordam etamiz yurtdoshlarimiz uchun. Sizni kanalingizni ko'rib odam ochataman buni. Yana shu men aytib kelganlar, ha? Sizni aytganlar. Iso. Hali hech aytmayman, do'st ayting, belki blogerlarimiz aytmaymiz. Agar 10 milyondan brend bo'lsa, bakın, masalan, 10 milyonlik bo'ladi, 12 milyonlik, 11 milyonlik bo'ladimi? Mendan yana 1 oy sovg'a, 4 oyga 5% to'lab ketadilar. Niski bo'ladi. Masalan, deylik, 10 milyonlik olamiz yoki 9 milyonlik yoki 11 milyonlik olamiz. Shuni 4 oy to'laydi. Hozir biz aynan 3 oyga 5% chiqadi-ku, yana bir imkoniyat sizlar uchun yurtdoshlar, shu kanalni ko'rganlar uchun, sayt kanalni aytganlar uchun 4 oyga 5% siz bo'lib berishingiz mumkin. 10 milliondan ziyod bo'lsa, 10 milliondan ziyod bo'lsa, shu ham to'g'ri tushundingmi? 10 milliondan ziyod bo'lsa, agar yog'day yo'q, men shuni yoqtirib turibman 12 millionlik ko'ngil, lekin men bu jo'rlik ketib turibdi 3 oy desa, masalan 3 milliondan to'lab bilmashim mumkin desa, shuni sarab 4 oyga bo'lib beraman. Zato, ya'ni 7 millionlikni 6 millionga xalab turgan bo'lsa, bu kattani shuni pulni tushirib oladilar. Zo'r, boshqa gap. Imkoniyat zo'rmi? Havo chotki. Ko'ringiz, televizorni ko'rsatamiz. Sap. Televizorlardan zo'r bo'lganlar chekir mana. Og'az ko'rasiz televizorni. Yurtdoshlar, televizorlarimizda Zakoninskiy kanal turibmiz. Saytxonaga keling. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek kurkushliklarimiz 32liklar, 50liklar, 55liklar, 65, 75, 85 gacha bor yurtdoshlar. Endi qarang. Narxni diqqat bilan eshitinglar, kurkushliklarimizni ham aytib o'tamiz. Bizlar haqqoniy narx aytamiz. Hammani sochib ko'raverasiz. Haqqoniy narx aytgandan keyin biz javob berishimiz kerak videomizda. Qarang. Premier kompaniyamniki, Premierniki bor, Sonorniki bor, hamma kompaniyamizdan bor. Premier kompaniyamniki boshlanishi yozib qo'ydi 2 million qarang. 2 million 250 ming so'mdan. 2 million 250 ming so'mdan olinglar. 2 million 350 ni 3 oyga bo'lib to'laydilar. 5% siz. Necha
Bu diyene mesela Premier kampanya 2350 internet çıkalı Android hamma bakılı 3 ay bölgenize 750 milyon türlü. 750 milyon. Bize narxını kütərib durub inamından düşədi, inab 6 aydan төлəysən, ya ki 50-dən inamçal төлöv oladı deyən gəp olmaydı yurttaşa. 50-dən 1 son төлöv olmaydı, fakat gene bizə yani ballarımızdan mehnət üçün 2,5%-ın bərcəzə bolar. Mesela gündən bir 25 min somdan düşədi ekan da. Bu deyəni, bu 2,5% yani o 50-dən nəsə o төлöv olur. Məsələn, 2250 milyon soma 25 milyon bolar ekan. 25 milyon birinci uruş məynə, sən ki sən pul ödət gedələr, lazımsınızmı? Yo'q, shu günlük to'lov deyman da, günlük hisoblaydigan bo'lsa. Günlük hesabı. Pasti bir 25 milyon somdan tushadi Zato ekan. qaram, hem skitcha narxında oladı. Yana şunu 3 ay 5% to'lab oladi. Zo'r. Вообще zo'r imkoniyat. Yani Premier Lig'in 2250 milyon, 750 milyon aladı yani. 750 milyon to'laydi 3 aya. 5%siz yurtdoshlar. Qani ham qaysini ko'rsamiz beradi. Keling. Kurkushlik, Royson kompaniyamiz 2 bor, Lee kompaniyamiz 2 bor. Ina bu yerda Royson yana bir kompaniyamiz web sistemada ishlaydi ular ekan, qarang. Royson kompaniyamiz ekan Kurkushlikka 2200 ga tushirdik. Internetda chiqqan bezramisi eng konkretnisi. 2200 milyon 3 ga bo'lganingizda 734 milliondan to'laysiz. Necha kala? Zo'r. 32'liklerimizə gələn olmasa yurttaşlar, ular Van'da turda tuvan tərəfimizdə 32'liklərimiz abiyamız katta xudo şükür. Həmmə brendimizdən var. Orijinal brendlərdən tutub həmmə brendimizdə çaba. Arzandan qimmatına çaba. Samsung ham bor, LG ham bor. Həmməsi var, görsəm olanım. Yurttaşlar 32'liklərimiz 1.200 milyondan başlanады. 1.200-dən 1.800-yə. Vulan 1.202-ni alasınız, 1.502 yoki 1.802-ni asanızdan vulan 5% төлəyirsə. Məsələn deyilik 32'lik kuxniya gerek deyən adam 1.200-ü bölemiz 3'ə. 400 milyon somdan. 400 Günlük to'lovni chiqib qoladi, günlük eğer onu 1.200'ni bölemiz şunda çabalı 30-90 güne 90. 13.300 som. 13.300 somdan tushadi ekan pasti. Zato 5%siz. 5%siz. Şöyle bir batalım hem ne için ben narxını aytdıqman. Narxını aytdıqman səbəbi sağolsaq görüşək üçün. Narxını bir məbr aytdıqman yurttaşlar. Şöyle etibar veringlər. 50 televizorumuz 3 milyon 120'ye düşürdük. 3 milyon 120 milyon soma rasprodaja etib turgan ekanlar, skitcha tushib turgan ekanlar. Bize skitcha etamiz. Şu vəzni Etkilen göre toluk etişleri. 3 milyon 120'nin bölemiz 3'e. 1 milyon 40 milyon somda töyleydi. Ne dediniz abi? Acayip. 50'lik televizorumuz. Şimdi kalan benim tanımımızda 55'lerimiz var, 65'lerimiz var. Az banda kapitette başta şu an gösterin. Değil Aha karan. İnabı 55'lik. Bez ramışlı internet çıkadan en konkret, en zoru. Bu vecimiz 4 milyon 100'e düşürdük. 4 milyon 100'e 3 aya töle gelecek. 1 milyon 367 milyon töyleyecek. Görüyorsunuz mu? Yani 4 milyon 100'e hem 55 yalaz. Şu 55'i 3 aya 5%siz töleysiniz. Neçik? Yine bir düşünmeyin. 4 milyon 100 mi? 1 milyon 367 milyon töleyiz. 65'e gelen olsak 5 milyon 250'ye düşürdük. Yani Texnoput ne dedi bu fakat yani. 5 milyon 250 milyon düştük de skitçe marka. 65'e yurttaşlar. Şunu 3'e bölgelerize 1 milyon 150 milyon. Zato 65'e televizör. İnternet çıkalım bezramışlar. Çok iyi. Neçik var? Gelin beri. Hisense kampanyanı yine Avrupa'nın kampanya. Bilganan biladi buni necha vaziyatini qarang. 75'lik en ahırgi kuleti 10 milyon 150 milyon tushirdik. Bilganan biladi buni doğru. 75'in 7 milyonlik ham bor, 8 milyonlik ham bor. Lekin bu ham konkretni brend bilan aytibman. Brendni yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan odamlar uchun. 10 milyon 150 mi? 10 milyon 150 ni 3'e bölgelerinizde 3 milyon 384 milyon töleysizler. Zo'r. Necha yo'q? Ya bu dinib ko'rsatadigan qilasizmi? Yangi yilda aktualizlarku premiernikini yozsa bo'lsa, Navro'z. 3 odam Minileti geldi. Minileti televizda o'yin. Bu kuletdan ham keyingisi. Xudo olsa hozir tushirdik ha. Hali bahasini hozir indi chiqadi. Va men skitchani jillis bo'ladi. Skatni bundan ham yuberdilar, 1 furo yuberdilar. Shu skatni bosatish uchun o'zim maqsad shu. Bunchalik bo'ladimi? Toza modellarimiz keladi. 75 ekan, 65 ekan. Hozircha 55 ekan, 50 ekan chiqib keladi xudo olsa. Ko'rsatasizmi uni? Hozir hali chiqmadi, endi chiqadi. Endi chiqadi. Qarang, xudo olsa yurtdoshlarimiz uchun deganlarini bo'ladi shu yerda. Jivoy ko'radilar. Endi qarang, 75lik Hisense kompaniyanikina brenddan brend aytaman. Hisense 85'lik tashim yurtdoshlar uzr. 85'lik Hisense kompanyaniki 13 milyon 800 ming so'm. 85'likni 10 milyonlarında Immer, Zifler, Sevintage'lar. Yurtdoshlar, yaxshilab bilinglar bu Hisense kompanyaniki. 13 milyon 800 ming so'm 3'e bölgelerinizde 4 milyon 600 ming so'm töleysizlar. Gelin Avval 20-30 milyon vardı shunday televizorlar. 20 milyon 30 milyondan 40 milyondan satılan televizorlar hozir ham 2 milyondan 4 tane 3 ay bo'lib qoldi. Qarang, Toshiba Yaponskiy brend. Toshiba 85'deki antiudarniy bo'ladi, glazlarsalar bo'ladi. 13 milyon 800 ga tushirdik buni. Toshiba'niki 85'deki. 13 milyon 800 ni 1'e 3'e 4 milyon 600 ming so'm töleysizlar. Bom kuletmi? Qanday abi? Kulet, hisob. Yurtdoshlar qarang, banda Avalon'imiz, xalasasini Avalon brendlarimizdan ham bor. Yana bu tarafimizda yana bir Nodidon Toshiba'niki, Royzen'niki, yana bir yana bir zo'r bor ekan. 65'lik 5 milyon 160 ming so'm tushtirdi. 3 ay bölgelerinizde 1 milyon 855 ming so'mdan to'laysiz ekan. Yurtdoshlar ko'rganlaringizda hamma brendimizdan bor. 55'likdan bir yana bir sayting.
3 milyon 750 ming so'mga tushibdi. Nechta dedingiz buni? Zo'r. 55'lik Monix kompaniyamizniki. Inan shu verji 3 milyon 800 sotib turganlarni ko'rdik. Endi kim ekan aytamiz? 3 milyon 800 dan sotib turibdilar. Skidcha narxida, распродажа deb. Lekin biz shuni 3 milyon 750 ga tushirib 3 oy 5% beramiz. Zo'r. Bu degani 1 milyon 250 ming so'mga to'laysiz, yurtdoshlar. 3 oy bo'lganlaringizda. Yana ham qaysini ko'rsamiz bu yerda. Yurtdoshlar Tsel. Tsel kompaniyamizda 55'liki eng oxirgi kulet rejimda ishlab beradigan bezramishli bo'ladi. 4 milyon 200 ga tushirdik. 4 milyon 200 3 oy bo'lsa 1 milyon 400 ming so'mga to'laysiz. Toshiba'niki 55'lik Toshiba. Yine mesela yine şu 55'lik televizor ku. Hazır görüyorsunuz 3 milyon 750 ming so'mdan var. Lekin şunu yine 5 milyon 200 ekan var. Endi bu brendine qaraydi yurtdoshlar. Dinib ko'rsatib Qarasa endi sifati shu yerda, puldan farq etadi. Bundan ham zo'rlari bor, az ondan pulni aytib o'tamiz. 5 milyon 200 ming so'mga skidga tushirdik. Buni 5 milyon 200 ni 3 ga bo'lganingizda 1 milyon 734 ming so'mga to'laysiz. Zato endi niyat konkret televizor. Konkret televizor endi qarang. Zato niyatlikkacha komida ishlar bo'ladi hozir. Niyat keraksa shu versiyaga bo'ladi. Beragin. Samsungniki. Samsungni O'zbekistonda sotadilar-ku, biz Vyetnamnikini sotamiz chessak. Samsung haqiqiy Vyetnam sborka уже bundan ham zo'ri, vishi sort bo'ladi. Endi to'g'ri aytganda pullar yarasha. Samsungning Vyetnam sborka 8-seriyasi 2025-yil narxi 7 milyon 750 ming so'm. Shu ajamiz 10 milyon 12 milyon so'm turgan ekan. Kredit indikatorlari. Biz ham uni 7 milyon 750 ga tushiribmiz skidcha. Haqiqiy nalichi baho. 7 milyon 750 ni 3 ga bo'lganlaringizda 2 milyon 584 ming so'm. Samsung. Hurmatli yurtdoshlar. Ana sizlar dahshat aksiyalar. Hisense ekan bu. Hisense kompaniyani 55'ga 4 milyon 680 ming so'mni 3 ga bo'lsa 1 milyon 560 ming so'mga to'laysiz. 5%. Ajoyib. Narxni yardik, 3 oydan skidga ham yardik maga. Konkret. Aytaman. Quruqga byudjetli televizorlar ya byudjetli maishiy texnikalar emas, brendlar ham shunday aksiya bo'lib turibdi. Bu narsalar 5% chegirma. Endi keling. Bana az gaz beramiz, az beram ko'rsatib o'tamiz, keling. Endi kondisionerlarga keladigan bo'lsak, birma-bir tushuntiraman. Kondisionerlarni arzonlarni aytaylik. Rolls kompaniyamizning 12'lik invertorlisi, 10 yil garantiyalisi, ichida tena boqili, Rolls kompaniya halaqalarimizdan 3 million so'm tushirdik. Endi qiziqqa qarang. 3 million so'mni 3 oyga bo'lganingizda 1 million so'mga to'laysiz. Nechik? Inver kompaniyaniki 12'liki 3 million tushirdik. Chotki. 3 millionni 3 oyga to'laysiz, 1 million so'mga to'laysiz. Xtronnikini 3 million 800 ga tushirdik. 3 million 800 dan 3 oyga to'layverasiz. Volmer kompaniyasi 4 million 200 ga tushirdik. Yana konkret xilomasiya. 3 oyga shunda to'layverasiz bo'lib. Hisense kompaniyasi 3 million 500 ga tushirdik. 3 million 500 dan 3 oyga bo'lib to'layverasiz yurtdoshlar. Premier kompaniyasi 3 million ichga tushiramiz buni. Premier nima? Premierdan turi ko'p, shuna e'tibor beringlar. Buni 5 million ham bor, 6 million ham bor. Hozir shu turganimizga shu ko'rib turganimizni 3 million 200 ga tushiramiz. 3 million 200 ga tushirdik. 3 oyga 1 million 100 ming so'mdan to'layverasiz yurtdoshlar. O'zini bahosidan. Yo'q, 1 million 100 emas, 3 million 200 ni 3 ga bo'lganlaringizda gazeta 1 million 40 ming so'mdan chiqar ekan, shunda. 1 million o'zini bahosidan to'laydilar. Aux kompaniyamizniki 3 million 800 ga tushirdik. 3 million 600 ga tushirdim mana buni. 3 million 600 ni 3 oyga bo'lib to'layverasiz. Artel kompaniyanikining 3 million 800 ga tushirdik. 12'lik invertor. 3 million 800 ni 3 oyga bo'lib to'layverasiz. Nechta bo'ldi? Samsungniki 3 million 800 ga tushirdik mana. 3 million 800 Samsungnikini 3 oyga bo'lib to'layverasiz. To'la. Samsung qimmat yuradi. Yo, endi bir narsani aytib o'taman. Uni yurtdoshlarimizdan ham bilsa kerak. Samsung, LG doğru satqanda bitoy texnika bo'yicha yaxshi yuradi, lekin konditsioner bo'yicha eng oxirgi o'rinda yuradi. Citroen birinchi o'rinda. Yo'q, sababi bor. Yo'q, one emas. U brendga qaramaydi bu yerda. Hozir shu bo'yicha tushuntirib o'taman. Unumli zakonni tushuntirishlarim mashhur. Yurtdoshlar yaxshi e'tibor beringlar. Ko'pincha buni erkak kishilar tushunadi. Endi ayol kishilar ham oldin qilmoq uchun video ko'rsatib beraman. Bo'ladimi? Zo'r. Yurtdoshlar kanalda ojakda bir yerni e'tibor berasiz, lekin brendni ko'rsatmaysiz. Brendni ko'rsatmaysiz, ustidan ko'rsatasiz. Nechun brendni ham olasiz emas bu yerda maqsad. Yurtdoshlar qarang. Depasini olaman. 12'lik kondisionerni kichkina xiba bor. Ya'ni trubkasi 6 yoki 7 yoki 8 dona bo'ladi. Ko'rdingizmi? Trubkasini ob'yemi ham kichkina bo'ladi, platalari ochilib turgan bo'ladi, ham motor jihatlari kichkina bo'ladi. Endi yaqinroqdan boqdan ko'rsak, bu o'zi kattaroq ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Videoda ko'rinib turibdi, живой lekin boshqacha ko'rinadi. Bu o'zi 12 dona trubka. Bunda. Ham ob'yemi katta. Platasi haqiqiy zavodni konkretni düz qilgani ko'rinadi, platani. Ya'ni ochilib-sochilgatgani yo'q platasi. Endi qaratmanglar. Yurtdoshlar birine e'tibor bersa deganda motor katta kichikligini bu 1, fenni katta kichikligini 2, uchinchi o'cheti ichinde 8 freonga e'tibor berish kerak. Freon deganda bu yomon yaxshini ham bermaydi. Prosta 3 millionlik kondisioner bilan 6 millionlik kondisionerning orasida farqini tushuntirib berdim. Nechun 6 million, nechun 3 million? Buning ma'nosi 12'lik kondisionerning haqiqiy 12'ligi bor,
5'lik 6'lık motorni 12 da ham yozib turganlar bor. Bu yerda brendini qarab olish bu ahmoqning ishi. Nima uchun desangizlar, brend bu yerda rol o'ynamaydi. Bu yerda ichida motor rol o'ynab turadi. Brend naklencha bu, bo'ldi. Ya'ni naklenchani yopishtirib qo'ydi, bunda deb ko'pat ko'rsangiz ham bor hammasi. Просто bu yerda основной zavod aldominov tarafi freon bo'yicha. Endi freondan ko'rsatib beramiz. Garing, yanmasangiz. Yurtdoshlar yaqinlashtiring endi. Yaqinlashtirdingizmi? Ina bu 12lik konditsioner ina. 12lik konditsioner. Mana ichida refrigerator 0.57 570 gram gazi bor. 12likda. Ko'rdingizmi, qang? Nega? Ina avalon. Nima uchun avalon zo'r deydilar, bilasizmi? Avalonning zo'rligi og'a, qarang, 12lik. Mana ichida freoni, jiks freoni 0.785. Ya'ni berga konditsioner qaranda ko'proq. 785 gram. Endi evvelgi avalonga keladigan bo'lsak, ya'ni haqiqiy 12lik avalonni evvelgi. Haqiqiy 12 avalonni qarang. 12lik. İçinde freonu 0.95, 950 gram gazı var. Bu diyeni ma'nosi yine üstüne alın. Radyatör obyomi cherchi katta, motasi katta bo'ladi, ya'ni motori katta bo'ladi. Bu haqiqiy 12lik avalon. Endi qarang. Hozirgi endi bu yerda brendga qaramang degan sababi bu xato gap. Bu brendni qarash. Endi qarang. Deng mana. 12likni hozirgi 2024-25 nomer 1 bo'lib qolgani, xolos 26 avgust chiqsa kerak. 12lik konditsioner. Buni ichida yana biraz ko'tdi. Massa xlorigenta, jiks freon kilogram 1 kilo 350 gram. Uni gellarında o'zlari yaxshilab ko'rib oladilar yana beri. 1 kilo 350 gram. Uni ko'pincha ustachalar yaxshi tushunadi. Nasıl ustachalar yaxshi tushunadi? Bu vaz bo'yicha endi ular qiroli ular, ustasi bo'lgandan keyin ular men aytmasdan bilib oladilar o'zini. Yurtdoshlar birine qarash kerak. Motor jihatlama ikki taraflama radiatorli bo'ladi, ikki taraflama, ikki qatli deb aytiladi. 12 donadan 24 tanasi bo'ladi. Freon. Ikkala bosim kuchi bo'lsa, shunchalik effekt kuchi beriladi. Sayt qarang. 3 dona turtkilangan. 1 emas, 2 emas, 3 dona. Plata jihatlama katta bo'ladi. Platasi. Endi biz motorlarni ochib qo'yganimizning ma'nosi bu yerda sizga deganlaringizga birma-bir tushuntirib berish uchun. Masalan, ertang jalli qishsa ishlab berish uchun, jallisida ishlab berish uchun, ya'ni motor buzak qoldi, boshqa bo'ldi demash uchun, ham birin e'tibor bersa, ichine teni bor deganda, non uchun esa fenining ichida 10 dona teni bo'lgan bilan, lekin motorning ichida teni bo'lmasa foydasi yo'q. Ko'rdingizmi motorning ichida? Mana turibdi. Motorning ichida. Endi qarang. Jeng mana ko'rsin. Gördünüz mü motorun içinde teni durdu. Yurtdoshlar motorni içinde teni bor degani bu hech qachon buzlamaydi degani. Shuni yaxshilab e'tibor beringlar. Endi hozir yana bir 18 ko'rsaman, ko'rsam. Deng bana. Brendni bekladim, shunday narsa mumkin emas. 18lik konditsioner invertor. Buni içinde muzlat suyuqligi 410 freon, 820 gram gazi bor. Shuni. Yurtdoshlar endi bir narsani aytib o'taman. 18'lik boturup 820 gram güçlü mü yoki 12'lik boturup 1 kilo 350 gram güçlü mü? İçeri basım jitkisi ko'proq aylantirib bilsa shunchalik effekt beradi. Shunda to'g'ri aytibman-ku, Citroen 2 güçlüroq. Yo'q, endi masalan Citroen'da 4 millionlik ham bor. 4 millionlik bu slabi. To'g'ri, Citroen'da bilmasak uni ichini motorni bilsak bo'lgan. Shu qog'ozni o'qish kerak ekan. Конечно, Citroen'dan 15 kilo bor. 15 kilo bo'lgandan keyin 4 millionlik sotaladan ertaga yaxshi sovuq bermasa, yaxshi issiq beramasa, uni yomon degan ma'noda tushunadi. Yo'q, yomon emas. Bu yerda uni güçlüsini olsa, bu javob berib beradi. Yana Avalon. Avalonning nima uchun 3 kilo bor? 3 kilo borligining sababi 920 gramligi bor, 780 gramligi bor, 680 gramligi bor. 3 kilo bor. Bu ham güchini qarab ketadi. Bu yerda Avalon deganda hammasi emas. Ana shu zo'r modeli eng ko'pi shu. Freon. Yurtdoshlar sira Xudo xolasa hammasi zo'r tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammangizni Texnoputinda kutamiz. Xudo xolasa eng zo'r skidcha narxda olasiz. Şu skidcha narxidan unumli foydalanib qolinglar. Xohlasangiz nani olinglar. Xohlasangiz shuni skidcha narxini 3 oyga 5% siz bel to'lashni olsangiz bo'ladi. Ajoyib. Ushbu aksiya qachon davom qiladi unda? Xudo xohlasa, og'a buni qachon bilinmas. Nima desangiz qarang. Уже почти tamam bo'lib bosadi. Bizga evvelgi safar bunda 50 3 kun bo'ldi hali chiqarganimizda, siz 50 blogerimizga. Shu Furqat aka. 3 kun 50 chiqardik, уже нормальный odam olib turibdi. Уже холодильникlarimiz bir ikki modellardan tamom bo'lib qoldi. Yana ko'rgan bo'lsa, ochiqqan joylarga. Shu axir haqiqatan zo'r aksiya qo'yib beribsiz. Og'a, haqiqiy skidcha narxi, haqiqiy 3 oyga 5% to'lab berasiz. Shu. Hammangizni Texnoputinda kutamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Şu videomuza yoqqan bo'lsa, like-ni bosishni unutmanglar. Shu videolarni eng yaqin odamlaringizga tashakkur qilishni unutmanglar. Kommentariyga ham yozinglar. Kommentariyada izohlaringizni qoldirasiz. Tushuntirib, zo'r tushuntirgan bo'lsa, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'lasiz. Rahmat, Navro'zbek. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu aksiya chegirmalardan unumli foydalanib qolinglar. Haqiqatda zo'r aksiyalar bo'lib turibdi.